Amir Temur. Temur tuzuklar kitobi. 3-qism. Davlat qurish oldidan qilgan ikkinchi kengashim. U shundan iborat bo'ldiki, Hijriy 762, milodiy 1361-yili To'g'loq Temurxon ikkinchi marta Mavornaxrga qo'shin tortib kelib, meni o'z huzuriga chorlab noma jo'natdi. Men rozi bo'lib, uning istiqboliga chiqdim va u bilan ko'rishdim. U oramizdagi ahdni buzib, Mavornaxrni o'g'li Ilyosxo'jaga topshirdi. Meni esa sipohsolar qilib belgiladi. Bu ishga ortiqcha ro'yxushlik bildirmayotganligimni sezib, bobom Qachuli Bahodir va o'zining bobosi Qabulxonlarning ahdnomasini ko'rsatdi. Po'lat taxtga o'yib yozilgan ahdnomada xonlik Qabulxon avlodining qo'lida, sipohsolarlik esa Qachuli Bahodir bolalarida bo'lsin. Ular bir-biri bilan yovlashmasinlar degan so'zlar bitilgan ekan. Buni o'qib ko'rgach, ulug'lar ahdiga vafo qilish yuzasidan sipohsolarlikka rozilik berdim. Mavornaxrda mo'g'ullarning jabru zulmi ortib ketdi. Chunonchi Said va Saidzodalardan 70 kishini asir olib band etdilar. Ilyosxo'ja davlat va siyosat ishlarida layoqatsiz bo'lgani tufayli ularning zulmi istamiga barham berishga ojiz edi. Men bo'lsam o'z salobatu haybatim bilan mo'g'ullar ustidan g'alaba qozondim va mazlumlarni zolimlar jabridan xalos etdim. Bu Ilyosxo'ja amirlari va mo'g'ullarning menga nisbatan dushmanlik qilishlariga sabab bo'ldi. Ular To'g'loq Temurxonga xat yozib, "Amir Temur bizga qarshi isyon to'g'ini ko'tardi", dedilar. Xon yolg'on gaplarni chin bilib, meni o'ldirib yo'qotish haqida yorliq yubordi. Bu yorliq mening qo'limga tushib qoldi. Undan o'limga hukm qilinganimni bilib oldim. Bunga qarshi chora ko'rish uchun quyidagi tadbirni ishlatdim. Barlos ulusining bahodir yigitlarini o'z atrofimga to'plab, ularni birlashtirdim. Menga bo'ysunib ko'makdosh bo'lmoqlik uchun rozilik bergan birinchi kishi Igu Temur bo'ldi. Ikkinchisi Amir Jako Barlos edi. Bulardan boshqa ulus bahodirlarni ham jon va dillar bilan menga bo'ysunmoqqa va xizmat etmoqqa ahd qildilar. Mavornaxr aholisi mening bu ishimdan xabar topishi bilanoq tezda mo'g'ullarga hujum qilishim kerakligi haqida istak bildirdilar. Chunki ularning qalbi zolim mo'g'ullar toifasidan butunlay bezgan edi. Mavornaxr aholisining katta-yu kichigi men bilan birlashdi. Mamlakatning ulamo va mashoyixlari esa mo'g'ullar toifasini yo'q qilish haqida fatvo yozib berdilar. Ulus amirlari va qo'shin boshliqlarining ba'zilari ham bu ishga qo'shilib, biz bilan birlashdilar. Bu to'g'rida yozilgan ahdnoma va fatvolarning nusxasi bu edi. To'g'ri yo'lda boruvchi xalifalar. Alloh taolo ularning barchasidan mamnun bo'lsin. Tutgan yo'llariga va qilgan ishlariga muvofiq Mavornaxrdagi butun ahli islom, sipoh va raiyat yoxud ulamoyu mashoyix Amir Temurga izzat va ikrom ko'rsatib, uni Amir Temur qutbi saltanati oliy deb atasinlar va uni Allohning yerdagi qudrati saltanat taxtiga loyiq deb bilsinlar. Musulmonlarning yer suvi nomusi, mol-mulki hamda joniga zulm istam qo'lini cho'zgan mo'g'ullar toifasini daf qilishda va umuman yo'qotishda Amir Temurga yordamlashish uchun o'z mol va jonlarini ayamay tirishib harakat qilsinlar. Biz o'z ahdi bayatimizga sodiq qolurmiz. Agar bergan ahdi payvonimizdan qaytsak, Allohning qudrati va quvvati va yordamidan chiqib, shayton qudrati va yordami yo'liga kirgan bo'laylik. Bu fatvoni menga ko'rsatganlardan keyin jangu jadal bayrog'ini ko'tarib, mo'g'ullar ustiga lashkar tortishga qaror qildim va mazlumlar haqqini zolimlardan olib bermoqchi bo'ldim. Lekin bir necha razil kishilar bu sirni fosh qilib qo'ydilar. Shundan keyin o'ylanib qoldim. Mabodo Samarqand shahri ichida mo'g'ullarga qarshi urush boshlasam, biroq Mavornaxr ahli jang qilishdan qo'l tortsa-chi, unda nima qilaman? Yaxshisi shahardan chiqib Samarqand tog'larida o'rinlashay. Toki menga qo'shilishni istaganlar huzurimga kelsinlar. Shunda men katta sipoh to'plab mo'g'ullarga qarshi jang va jadalni boshlagayman deb qaror qildim.
Samarqanddan chiqqanimda 60 otliqdan boshqa bir kishi ham menga ergashmadi. Shundan bildimki, o'ylagan kengashim xato bo'lmagan ekan. O'sha tog'da bir haftacha kutib yotdim, lekin biron kishi bizga kelib qo'shilmadi. Shuning uchun kengash tuzib Badaxshon tarafiga o'tib, u yerning shohlari bilan birlashishga qaror qildim. Otlanib Amir Kulolning huzuriga bordim. U zot menga Xorazmga borishimni maslahat berdi. Agar mo'g'ullar ustidan g'alaba qozonsam, Samarqandning 1 yillik xirojini u zotga nazar qilishni ko'nglimga tug'dim. U menga zafar tilab, Fotiha o'qigandan so'ng ketishimga ijozat berdi. Amir Kulolning xizmatidan chiqqanimda menga ham masa bo'lib 60 otliq hamrohlik qilardi. Ilyos xo'ja mening Xorazmga yurish qilayotganimdan xabar topib, Xibaq hokimi To'kal Bahodirga xat yozib, menga qarshi chiqishni va meni o'ldirishni buyurgan ekan. To'kal Bahodir 1000 otliq askar olib mening ustimga keldi. 60 otliq yigitim hamda yo'lda menga qo'shilgan qaynog'am Amir Husayn bilan birga 1000 otliqdan iborat g'anim lashkarga yuzma-yuz bo'ldim va jangga kirishdim. Bu jangda shundayin bahodirlik qilib, matonat ko'rsatdimki, uning 1000 kishisidan 50 kishi, mening 60 otliq yigitimdan esa 10 kishigina qoldi. Oqibat baribir zafar men tomonda bo'ldi. Zafar quchganim xabari Ilyos xo'ja va Jeta amirlarga yetgach, ular tajjublanib, Amir Temur ajab kishi ekan. Unga Tangrining madadi yetib, baxti iqboli ochilmish deb o'zaro so'zlashibdilar. Men bu urushdagi zafarning yaxshilik alomati deb bildim. Mo'g'ullar mendan cho'chiydigan bo'ldilar. O'z saltanatimni tuzish yo'lida qilgan 3-kengashim. O'sha vaqtda davlatimni tuzish yo'lidagi urinishlarim qattiq qarshilikka uchrab, saltanatimning asosi kuchsizlana boshladi. Chunonchi shu payt menga ergashgan yo'ldoshlarim 10 nafardan ortiq emas edi. Ulardan 7 tasi otliq, 3 kishi esa piyoda edilar. Boshqa men bilan hech kim qolmagandi. Muhtarama jufti halolim bo'lmash Amir Husaynning singlisini o'zimning otimga mindirib olgan edim. Shu alpozda Xorazm cho'llarida bir necha kun sargardon bo'lib yurdim. Kunlarning birida kech tushgach, qandaydir quduq boshiga kelib yetdik. O'sha kechasi piyoda yurgan 3 nafar xorasonlik bevafolik qilib, otlarimizni minib qochdilar. 7 kishi 4 ot bilan qoldik. Ahvolim juda og'irlashdi, lekin ko'ngil to'q edi. Bu ishni chakka qilgan ekanman deb hech o'kinmas edim. So'ngra bu yerda ham ko'chdim. Shu vaqt Alibek joni qurboni yopirilib tepamga keldi. Meni hibsga olib burgasi ko'p bir qorong'u uyga qamab qo'ydi. Bir necha kishini meni qo'riqlash uchun qoldirdi. 62 kun tutqunlikda saqlandi. Undan qutulish chorasini izlab o'zim bilan kengashdim va Tangrining inoyati yetib bahodirligim tutdi. Bilaklarim kuchi bilan soqchilardan birining qo'lidan qilichini tortib oldim-da, ularga hamla qilgan edim. Hammalari qochib qoldilar. So'ngra to'g'ri Alibekning ustiga bostirib kirdim. Meni ko'rgach, nomaqbul ishdan pushaymon bo'lib, uzr so'radi. Otlarimni, jatuqlarim va yaroqlarimni hozirlatib, menga bir oriq ot bilan bir qari tuya tortiq qildi. Og'asi Muhammadbek menga atab yuborgan bir qancha sovg'a salomlarni esa ochko'zlik qilib o'ziga olib qoldi. So'ng ketishimga ruxsat berdi. Xorazm cho'li tomon ravona bo'ldim. 12 otliq atrofimga to'plandi. 2 kundan so'ng bir manzilga yetib qandaydir uyga tushdik. Shu orada bir guruh o'sha yerlik turkmanlar paydo bo'lib, o'g'ri deyishib bizga hujum qilmoqchi bo'ldilar. Amir Husaynning singlisi bir uyga yashirib qo'ydim. O'sha jamoaga qarshi otlandim. Turkmanlar ichida Hoji Muhammad degan odam meni tanib qoldi. "Hoy, to'xtanglar. Bu Amir Temur-ku", deb ularning urushdan qaytardi. O'zi esa tiz urib oldimga keldi. Men ham uning ko'nglini ovlab, boshiga mandilimni qo'ydim. So'ngra bu kishi o'z og'a-inilari bilan menga mulozim bo'ldi. Saltanatimning dastlabki davrlarida qilgan 4-kengashim. Menga ergashganlar soni
60 otliqqa yetib qolgandan keyin o'zimcha o'yladim. Agar kelgan manzildan turaversam-u, mabodo yerlik aholi menga qarshi qo'zg'alib, mo'g'ullarga xabar berib qo'ysa-chi. Yaxshisi bu yerdan ketib el oyog'i yetmagan yerga borib joylashsam. Tez fursatda atrofimga saltanatimning kuch-qudrati bo'la oladigan qo'shin to'planar. Shu fikrda u yerda ko'chib Xorason tomonga yuzlandim. Yo'l ustida Moxon hokimi Muborakshoh Sanjariy 100 otliq askar bilan kelib menga qo'shildi va yaxshi otlar tortiq qildi. U yerning jami sayidlari va aholisi ham menga qo'shildi. O'sha sahroda otliq, yayov bo'lib 200 ga yaqin kishi yonimga kirdi. Shu payt Muborakshoh Said Husayn va Said Zoyuddin menga arz qildilar. Bu sahroda turaverish qo'shin tarqab ketishiga bois bo'lur. Biror tomonga yurib, biror viloyatni egallashimiz kerak. Men o'zim bilan kengashib, so'ng ularga aytdim. Xotirimga bir fikr keldi. Samarqand tarafga boraylik. Sizlarni vaqtincha Buxoro atrofidagi joylarga tarqatib turaman. O'zim esa Samarqand tevaragiga borib, el ulus orasiga kiraman va ular bilan ittifoq tuzaman. Yetarli lashkar to'plab sizlarni chaqirib olaman. Keyin Jeta va Ilyosxo'ja lashkariga qarshi jangga otlanib, Movarnaqam mamlakatini qo'lga kiritamiz. Ularning hammasi mening bu kengash va tadbirimni to'g'ri deb topdilar. So'ngra yurishga fotiha o'qib yo'lga tushdim. 200 odamimni Buxoro atroflariga tarqatdim. Amir Husaynning singlisi O'lchay Turkon oqani ham yashirincha o'sha yerda qoldirdim va o'zim Samarqand tomon yo'l oldim. Yo'lda Tamuka Qavchin 15 otlig'i bilan menga qo'shildi. Sirimni unga aytib, Muborakshoh oldiga yubordim. O'zim yashirincha ulus oralab 2000 ga yaqin kishini ittifoqdosh qildim. Samarqand uzra saltanat bayrog'ini ko'targudek bo'lsam, ular yordamga keladigan bo'ldilar. Tunda pinxona Samarqandga kirdim va opam Qutlug' Turkon og'aning uyiga borib joylashdim. Kecha-yu kunduz fikr og'ushida chora-tadbir izladim. Shu tariqa 48 kun yashirinib yotdim. Oxiri shaharliklardan bittasi mening bu yerga kelganimni payqab qoldi. Sirim ochilishga oz qolganda, nochor kechasi birga kelgan 50 otliq bilan Samarqanddan chiqib yana Xorazm tomon yo'l oldim. Men bilan bir to'p piyoda kishilar ham bor edi. Yo'lda turkmanlarga qarshi yilqidan bir nechta otni qo'lga kiritdim va piyodalarimning ularga mindirib, ko'p vaqt yo'l yurib Amudaryo bo'yidagi Achig'i degan o'nqir-cho'nqir yerga kelib tushdik. Shu yerga kelganimda Buxoro tevaragida qoldirgan haram ahli, Muborakshoh, Said Hasan va boshqa jamoa ham yetib kelib menga qo'shildi. Temurxo'ja o'g'lon Bahrom Jaloyir ham o'zlariga qarashi qo'shin bilan kelib menga mulozim bo'ldi. Shu tariqa 1000 ga yaqin otliq askar atrofimga jamlandi. Shu yerda kengash qilib, Boxtar Zamin bilan Qandahor tomonlarga ravona bo'lishga va u yerlarni tasarrufimga kiritishga qaror qildim. Xuruj kunlari qilgan 5-kengashim. Boxtar Zamin va Qandahor tomon ketayotib, Xirmand daryosining bo'yiga yetganimda to'xtab bir yurt yassattirdim. Askarlarimni dam oldirish uchun bir necha kun o'sha daryo bo'yida turdim. Shu vaqt Garimsir viloyatining aholisi bilan Ispohidan qariyb 1000 otliq turk va tojik ham menga kelib qo'shildi. Shu tariqa Garimsir viloyati mening tasarrufimga kirdi. Shunda Seistonga Turktos qilishga qaror qildim. Bu xabar Seiston valiysiga yetgach, elchi orqali sog'va salomlar yuborib, mendan yordam so'radi. Dushmanlarim menga zulm qilib qo'limdan 7 qal'amni tortib oldilar. Agar mendan dushman qo'lini qisqa qilsalar, askarlarga 6 oylik ovqat yetkazib berardim. O'zimcha kengashib ko'rib, Seiston tomonga lashkar tortishni ma'qul topdim. Dushmanlar egallab olgan 7 qal'adan 5 tasini kuch va qahr bilan olganimni ko'rib, Seiston valiysining yuragiga qo'rquv tushdi va kechagi dushmanlarini endi o'ziga do'st tutib, o'zaro bunday kengash qildilar. Agar Amir Temur bu yerlardan turib qolar ekan, Seiston mulki qo'limizdan ketishi aniqdir. Deyishib, butun Seistonning sipohi va ra'iyati barchasi birlashib mening ustimga bostirib keldilar. Seiston valiysi va'dasiga vafo qilmagani uchun ilojsiz qolib ularga qarshi jang va jadalga kirishdim. Shu payt bir o'q kelib
tirsagimga qadaldi. Yana bir o'q oyog'imga tegib yaralandi. Shunday bo'lsa ham oxiri ular ustidan g'alaba qozondim. Lekin o'sha mamlakatning ob-havosini mizojimga muvofiq ko'rmay, bu yerdan ko'chib yana Garimserga bordim. O'sha viloyatda yaralarimni bitguncha 2 oy turib qoldim. 3-qism tugadi. Ovozlashtirdi Qobilov Javohir.